xodimlarimiz, gay xodimlarimiz 5 million 6 million so'm pul oladi. 5 million 6 million so'mga oilani tebratib bo'ladimi, yo'qmi? Aytingchi, o'zingiz javobini topdingiz. Endi sizni bir do'koningiz bo'lmasa, yo bir 30 ta qo'yingiz bo'lmasa, 8 ta molingiz bo'lmasa, qayerdandir u pulni topishingiz kerakmi? Topasiz. Nima qilasiz? Ko'z yumasiz, kechirasiz. Akajonim uzr, qizilga o'tib qo'ydim, iltimos deydi, lip etib qo'liga beradi. Men sizlarga shu joyda qisqa formulani aytib ketaman. Rahbarlardan kimdir agar durkmashi podkastni ko'radigan bo'lsa, 1,5 mingdan 2 minggacha har bir gay xodimini oyligini qilib bering. 2 oy muhlat bering. O'sha har bir gay xodimini oyligini olaman deb anshlag o'chirib turadi. Отдел kadr oldida. Kadrovikka ham oyligini 3 ming qilib qo'ying, 2,5 ming. O'zi gay pul topar tashkilot. Eng ko'p pul topadigan tashkilotlardan bittasi. Bering shularga. O'sha gay xodimi bor-ku, mayli, hammasi emasdir, lekin ko'pchiligi onasini yensin deydi, shart olib hammani yozadi. Yozsin. Ishtirof qildingmi, qoidani buzdingmi, yozilishga haqlisan. Yozsa ayb yo'q. Naborot halol pulni topadi. U o'zining ishini halol bajaradi. Ishtirofni sizga yozadi. Bir marta ishtirofni yeganingizdan keyin ikkinchi marta o'ylab ko'rasiz, u ishtirofga tushishi.